Assalomu alaykum obunachilar, aka-uka parranda ishqibozlari. Hozir biz to'g'rirog'i men o'zim qushlar uchun katay qilyapman. Mana ishqibozchiligim faqat dakallarga bas farzandlar boqaman. Har xil parranda tovuqlar boqaman. Qushlarga ham qiziqib qoldim, endi ular uchun отдельный katay qilyapman. Xudo xolasa, mana shu obzori qo'ldan kelgancha o'zim qilyapman, iloji boricha kam rasxod qilib, oxirida qancha rasxod ketganini bitgan holatini ko'rsataman Xudo xolasa. Endi qo'ldan kelgancha kam ko'rsiga kulmaysizlar, negativchilar ham o'zlaring ham bilasizlar, negativchilar nima desalaring ham sizlar haqsizlar. Lekin boshdan oyoq o'zim usta emasman. Biror bir joyda hunar olmaganman. O'zim ishqibozchilikdan sekin ag'ini o'zim qilib keldim, Xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bitta like bo'lsa, sizlar bitganini inshaalloh sizlarga ko'rsataman.